Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men yana Javohir. Bugun do'stlar, Bedrock Edition, chunki bu Otabek bilan ulanganda Bedrock Edition bo'ladi, chunki bizda bitta kompyuter normalniy do'stlar. Hozir biz binolar jangi o'tkazayapmiz. Mana bu Otabekning binosi, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu o'sha izumruddan, ya'ni zumraddan qilingan bino Otabekniki. Nariyoqdagi uzun bino esa meniki. Bu kichkina binoga e'tibor bermaysizlar do'stlar, chunki u xatolik bo'lib ketdi. To'g'rimi? Salomlashib qo'y. Birinchi kim o'tadi? Birinchi siz. Unda men do'stlar, birinchi men o'taman. Do'stlar, sizlarga shunday mana F5 modi yoki F5 va bu bilmayman, Quick Settings deb yozib qo'yibdi. F5 va Quick Settings mod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bor. Telegram kanalim silkasi esa описаниеda bo'ladi do'stlar. To'xta. O'tdimmi vizvaniga? To'xtang, bir urib ko'raman. Ur. Ha, bo'ldi. Qani eshking qayerdasan? Eshikni o'zingiz toping. Ha, yo'q. Ha, mana shu narsa emasmi? Yo'q, tepada-ku. Mana bu yerdagi oq nima bo'ldi cho'tay? Ha, eshik bu yerda bo'lsa kerak. Ha, ana yerda oq narsa, cho'ti bu narsa. Yo'q. Meni aldamoqchi bo'ldi, bu yer emas. Bu oq narsaga tushsangiz, Qaytib qolmasam kerak, tushing. Yo'q, banan nima bu? Cho'ti, neto. Qo'shib tur. Shu feklni olib olaymi? Yo'q. Mayli. Men shu parkurda o'tishim kerakmi? Bana. Men bu yerga qanday qilib chiqaman? Kreativga o'tib chiqdik. Kreativga o'tmang. Chiqish uchun bu yerda nezerik blok ham bor. Shundan sakrab chiqsangiz bo'lmaydimi? Yo'q. Ana u bacha menga xalaqit beradimi? Yo'q, qoch, endi qanday chiqaman men chiqarib yubor. Yerdan chiqishni Sen haqiqiy yovuz ekansan. Lekin siz bitta reyderni umriga zomin bo'ldingiz. Xatyabi respawn point qo'yib qo'y. Respawn? Men o'lyapman. Qayta tug'ilish nuqtasi, bitta kravat olib yubor. Ko'k kravat ol, ko'k rang kerak menga. Men sizga o'xshaganini Unda o'zim olaman. O'zim beraman. Sen qaytasiz? Ko'k kravat ber, bo'lmasa uxlamayman. Ko'k kravat qayerda bo'libdi? Men binoning ichidaman. Qaysi bino? Seni binoning ichida. Unda shu yerda sen uxlayga biraman qisib turing. Buloq ol, Buloq qolsang-chi, ber kravat tasha. Tashana qani. Chiroyli gaplashaylik. Okey. Damyongir. Okey. Bo'ldi, qayta tiklanish nuqtasi to'plami. Siz faqat kecha uxlashingiz mumkin. Bla. Do'stlar, sizga o'zbek tili mod kerak bo'lsa, men Telegram kanalimda bor menimcha. Yana bilmadim, modlar ko'p. O'tib ketdim. Nega bo'lar bo'lmas narvonlar qo'yib tashagansan? Lekin bu yerda to'g'ri qilgansan. Kim keldi sen shunchaki? Chiq. Voy. Qaytadan aylanib borishim kerakmi? Kreativga o'tib chiqa olaymi? Yo'q, bo'lmaydi kreativ. Qoch yo'ldan, Krisa. Sen uchib yur nariyoqdan. Men ortimdan kelib nima qilasan? Ovqat ber. Ovqat? Ha. Bo'pti, to'xtab turing. Ko'zga tushganda uchrashamiz deyishgandek bo'ptimi?
Qani? Oling pastda. Kartochkami? Ha, rahmat. 64 ta shart emasdi. Mana. Bular bo'lmaslik ishlar. Ha, olib qo'yish kerak. Chunki hali tuzoqlar ko'p, to'g'rimi? Ha, kalam ishlab ketdi. Ozgina tuzoq bor, lekin hammasi qiyinroq. Sen hali meni binomni ko'rmading-da. Do'stlar, agar shu videoga 10 ta yoki 15 ta like yig'ib bera olsangiz, keyin yana quruvchilar jangi o'tkazamiz, to'g'rimi? Yo, o'z o'ylaman. To'g'ri. Tak bo'ldi. Yo-mayo. Yo. Nonni olamiz. Yozuvni qarang. Xo'p, hozir olamiz. Yo! U boshqa ketdi. Anqiravering. Siz mana yozuvga qarang deyapman. Xo'p, deyapman. Xo'p, bratishka. Hozir. Bu ham hammasi. Давай. Jodugarmi? Nima bo'ldi xo'p? To'xta, bu sandiqni. Voy, hamma narsani oling bu sandiqdagi. Nega? Oling. Nega kerakmasdi menga? Bo'lmasa ochib tashlayman hozir. Sandiqni. Qochtir. Bu yerda shuncha ovqat bor. Qoch. Sandiqni ham oling. Kerak bo'ladi. Balki sandiqqa tegsam hozir jodugar chiqib meni o'ldirib yuborar, ha? To'g'ri topdimmi? Bilmadim. Ha, yo'q. Sen olding-ku. Ha, mayli. Ha, bo'lganda endi tushundingiz. Vordin, nega paydo qilding, ahmoq? Knopkalarni bosib tashlang. Yo, bu nechasini hozir men chiqib ketaman. Ha, bo'pti. Kris. Olib tasha hozir Vordin. Hozir olib tasha o'zing. Qayerdan bilaman? Senga paydo qilgan. Hozir meni binomga o't, men ham shunday nechasiniliklar qilaman. Yoqadimi? Yo'qsa juda yaxshi shunda. Gap qaytarman lekin menga vrachkan. Ichida narsa bor edi, oldingmi? Ha. Nima bor edi? Bir narsa bor edi. Keyingi qavatga men qanday o'taman? Keyingi qavat yo'q, bo'ldi. Bo'ldimi? Yutdimmi? Ha? Ya, unda ketdik. Menikiga. Vijvanaga. Ha. Tasha qo'lingdagini. Bo'ldi, nima qildim? Menga narsalaring kerak emas, olaver o'zing. Ya, yo'q, bu yoqqa o'tvoramiz. Yo'lni hozir bu yoqqa tashladim. Bo'ldi, kela qol. Hozir nima vijvaniga o'tib olay? Qani o'tmadingmi vijvanaga? O'tdingmi endi? Yo'q. Bo'la qolay. Java edishingga o'rganib qopman. Ana. O'zim o'tkazaman hozir. Bo'ldi. O'tdingmi? Yo'q, o'tilmadi menda. Unda nega bo'ldi deding? Game mod, survival, Mr. Otabek MC. What the heck? To'xtab tur-da. Hozir senga operatorni berib yuboray. Bo'ldi. Endi o'zing yoz. Do'stlarim, Java edishingga o'rganib qopman. O'tdingmi? Yo'q. Ya bu Bo'ldi. bo'ldi. Omon qolish rejimiga o'rnating. Nu mayli, mana qasrimga kir. Ko'rdingmi men Redstone Master. Bir narsani e'tiborsiz qoldirding. Yo'q, ha. Respawn point set qo'yib yubor. Mening qo'yib yuboring. Qo'yilmayapti. Ustidan bitta bos, siz faqat kecha qayta tiklanish nuqtasi to'plami deb turadi. Qani? Siz faqat kechasi uxlashingiz. Bo'ldi. Bo'l. Endi nima qilish kerak bitta? O'tma, u yerga borma. Ey.
Ya men Nezerit aslahadamanmi? Ko'rding, men Redstone Masterman. Hammasi. Hamma. Shu yerdan ehtiyotroq bo'lib o'tishing kerak. Sakra, davay, brachka, men senga ishonaman qishloqi. Shu yerdan ehtiyot bo'lib o'tishing kerak. Uddalading-ku, men boshing bu yerga tegib qolaman deb o'ylabman. Короче, mana shu yerdan chiqib ketish imkonini Bu yerda redstone. topishing kerak. Redstone nima? Ya, Men tushundim. Mayli, to'xta. Ma. Qoch. Ma. Ulgurib qolishing kerak lekin. Uchimaning brachka? Yuqorida. Senga kirka beraymi? What the heck? Ma. Ol mana bu redstone blokni. Qaytdan qo'y. Men o'zim olib ketdim, ha. Ol. Qiyin emas-ku, mana bu burchakka qo'y. U yerga emas. To'xta. Hozir senga qochib tur. Qoch. Basharasi. Ol. Qayerga qo'yaman? Slime qani? Slime'ni qo'y. Slime'ni qo'y. Endi mana men turgan yerga redstone blokni qo'y. Chiboq qo'ymadi. Qochib tur. Bu loy bekarga emas bu. Qo'y joyiga loyni. Loyni qo'y joyiga. Bo'ldi, qo'ydim. Qochib tur. Uni sindirasan. Mana bu yerga qo'yasan. Yonimga turib ol. Qochib tur endi. Mana. Sen noto'g'ri turgan ekansan. To'xtab tur. Hozir bu blokni olib turaman. Yo'q, bu olib tursa kelishmaydi. Men turib ol bu yerda, o'zim qo'yib beraman redstone blokni. Chiqdingmi? To'xta, bu yerda klikkalar bormi? To'xta, bitta sandiqni tanlashing kerak edi sen. Yo'q, faqat bittasini ochdim. Bo'ldi, shu ochganing tanla endi. Shu narsadan tepaga chiqishing kerak. Boshqa sandiqlardan nima bo'ladi? Daraxt o'stirishing kerak edi unda. Bu sandiq kechirasan, katta sandiqdagina ham ol. Senga kerak bo'ladi keyingi qavatda. Chiq olmas ekansan, men senga yordam berib o'raman. Bo'ladimi? Hop. Chiq. Qodirali. Mana bu yerga yana bitta qo'ying. Sakrab turib chiqavi. Do'stlar, bunday ahmoq o'yinchini men umrimda ko'rmaganman. Senga shular hammasi. Bo'ldi. Menimcha kimniki zo'r deb o'ylaysiz? Qo'yib turing aka. Hozir men bitta zo'r tamishi ko'rsataman. Zaboni jili. Javada otish oson faqat. Shuncha ko'p bo'lmaslar. Xo'p, qara. Tur bu sandiqning yonida tur. Menga qara, pastga tush. To'xta, sal nariroq tur. Do'stlar, mana shu bizning videomiz tugadi endi. Siz kommentariyaga yozib keting, albatta o'qiyman, harakat qilaman o'qishga. Kimni qasri zo'r chiqdi va 10 balli sistemada baho berib keting do'stlar. Kimni tuzoqlari va qanday tuzoqlar yoqqanini siz aytib o'tishingiz mumkin bo'ladi kommentariyalarda do'stlar. Oxirigacha ko'ring, mening sakrashimni ham. Hammaga xayr, salomat bo'lib ketinglar.